Hammaga salom bo'lar. Bugungi videoda biz bir World serverini reklama qilyapmiz. Va men uyda o'tirgandim, keyin bitta narsani o'ylab qoldim. Bu anarxiyaga kiradi, kuchayish juda ham qiyin bo'ladi. Ana bu hubi. Bizda faqat box PvP bilan anarxiya bor. Box PvP taklanyapti va bosslarimiz ham kirmaydi. Sizga bu ham ishlamaydi. Bittalarga ko'ra bosib o'tirmanglar. To'g'ri kelib shunday to'g'ri qiladi. Короче, keyin men o'tib olsa to'xtanib server ipini ko'rsatmadim. İbi Короче, bu serverning ipi ana men.br.uz buni eslab qo'yinglar. O'zlariga senga 5 gacha sanayman. 1 2 3 4 5 videoni saqlab to'xtatib ana bu ipni yozgan bo'lsalar biz unda ketish shalga yasharamiz. Anaqada juda kuchayish juda ham qiyin va bu ko'pchilikning qo'lidan kelmaydi, chunki ba'zilarga 5-6 soat o'ynash yoqmaydi bir xil. Men o'shani sizlarga o'zim 5-6 soat o'ynab taklagan kitimni berib yuboraman. Bir devona xona server, chunki admin kirgan. Ana bizni yashiradigan kitimizni ko'rib olsanglar bo'ladi. Ana bizni yashiradigan kitimiz. Ana bu kirkan ko'rsatib maza qilaverasizlar. Bu kirkan qalshi. Ana bemalol hozir videoni to'xtatib olsalar bo'ladi. Просто kipak Gabio'da owner berdi. Videoga qolqalaydim. Ana Glitch şu buronyalar va nezarat juda ham ko'p nezarat qo'yganman. Trap, Enchanted Golden Apple buni ko'tarib qo'yishim kerak-da. Keyin nima bo'lyapti? Ana g'irt PvP kit bo'ldi. Endi shuni borib yashiramiz. Endi FTP komandasi orqali bironta dunyoga o'tamiz va u dunyodan dunyoga kiramiz va bu yerda bitti. Yok koyamaz o. Admin'den geldi. Video. Video. Karşına yaşındırdım. Endi buni ikkicha qilib olamiz. Ana bu daraxtdan 2 qadam o'tgandan keyin ana bu yerda ikkicha bor. Tepadan ko'rsatdim, bitta ko'rinadi. Ana shu yerdan o'sirlar bo'ladi, ana bu qasrlar chiqadi. Bu kabor olamiz. Sonra ana короче videomiz shundan iborat edi. Ko'rdingizlar, men kit yashirdim, даже set ham qo'ymadim. O'zingizlar o'ylanglar, menga farqi yo'q. Chunki men даже set ham qo'ymagan, RTP bilan qo'ydim va bu videoga like bosishni unutmang. Video tugadi.